Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis borki, bir joyda Qur'on o'qilsa, mana bu dasturxon yozilsa, va o'sha yerda Qur'on o'qilsa, va o'sha joyda Allohni eslatadigan bir so'z bo'lsa, gap bo'lsa, amru ma'ruf bo'lsa, nahiy munkar bo'lsa, kim bir yaxshilikka chorlab yomonlikdan qaytaradigan bo'lsa, qaytaradigan so'zlar bo'lsa, o'sha yerga farishtalar tushadi deganlar. Endi bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bo'lyapti. Farishtalarni Alloh yuboradi, mana shu yerda bo'layotgan duolarga sherik bo'lib turadi. Amin deb tursa, mana shu xonadonga inshaalloh shu nima bo'ladi. Endi biz shuni bilib turib jim ketaversak bo'lmaydi. Xudo xolisa Qur'onni o'qidik, endi ozgina shu Allohni eslatadigan bir so'z gapirsak, o'zimizga ham bir naf bo'ladi. Ayniqsa mana shu xonadonga juda chiroyli bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yana bir hadis borki, bitta qalbga, ya'ni bitta insonning qalbiga, bitta insonga ikkita qo'rqish ham berilmas ekan, ikkita xotirjamlik ham berilmas ekan. Kim bu dunyoda qo'rqsa, o'lishi bilan unga o'sha qo'rqish yo'qolar ekan. Shu dunyoda beradi, u qo'rqib bo'ldi. Endi rohati u dunyoda. Endi bu dunyoda kim qo'rqmay xavfdan yurorsa, bu dunyoga nima kelganini bilmay yurorsa, o'zi tamom o'lishi bilan endi unga o'sha bu dunyodagi berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmaganligi uchun azoblar boshlanadi. Shuning uchun ozgina muddat bizga berilgandan keyin o'sha muddatdan chiroyli holatda Alloh rozi bo'ladigan, payg'ambar rozi bo'ladigan ishlarni qilib ketishimiz kerak ekanda. Buni hammamiz bilib turibmiz. Mana kechagina bir yugurib yurdik, mana bugun 50-60 mana qaysi birimiz undan ham katta. Demak, vaqt o'tib ketaveradi. Hozir bir she'r bor, ko'p vaqtlaringizni olmaylik, sizlar ham charchab qolmanglar. She'r borki, juda ham bir Allohni eslatadigan, eshitib ham yig'laveradigan, agar yaxshi quloq solib tursalaringiz, rosa qalbga o'rnaydigan. Inshaalloh biz Xudodan qo'rqmay qoldik degan bir nima. Salom bersa, alikni qarz qilib qo'ydik. Mensimasdan kibr bilan kulib qo'ydik. Tuhmat, ribo, riyo, zino bilib bilmay ko'p gunohlar qilib qo'ydik. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Yaqinlarga mehrimiz yo'q, oqibat yo'q. Ota-ona kattalarga qilamiz do'q, tilimizdan otiladi zaharli o'q. Qiyomat bor, azoblar bor. Xudodan qo'rq. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Omonatni qaytarmaymiz, qarz olamiz. Qasam ichib olgan qarzdan ham tonamiz. Xudo emasmiz, biz bandamiz, biz ojizmiz. Birov haqqi haromligin bilmay qo'ydik. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. To'ng'iz, ilon, hatto itni go'shtini yeymiz. Harom bu desa, axir bu shifo deymiz. May harom, qiyomatda nima deymiz? Taqvomiz yo'q, nafsimizga qarshi yurmay qo'ydik. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Xotin oila boqarmish, ko'p pul topib, bozor qilib, ko'cha kezib, ming bir yonib, uyda tovuq qichqirarmish, xo'ras qolib. Erkak bo'lib mas'uliyatni sezmay qo'ydik. Oila boshi biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Ayollarchi nomahramga gul yuz bo'ldi. Kalta ko'ylak tor shimlarda ming yuz bo'ldi. Ota, ona, eri, aka, uka dayus bo'ldi. Ayollar hayo nima bilmay qo'ydi. Bo'yni yopiq uzun ko'ylak kiymay qo'ydi. Kechalari tahajjudga turmay qo'ydi. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Kasallar bor, muhtojlarga nachoralar, yetim yesir qancha beva bechoralar, to'ylardagi gilam-gilam pul sochilar, raddi balo bizlar ihson qilmay qo'ydik. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Ihson qilsak, nomimiz tilda doston bo'ldi. Hamma bildi, shov-shuv bo'ldi, inson bildi, oyoq yerda, lekin kibr osmon bo'ldi. Qo'shni muhtoj, yon qo'shnimiz ilmay qo'ydik. Bir kosada qo'shni haqqin bermay qo'ydik. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Dunyo notinch, hamma joyda turli mish-mish, qayda to'fon, qayda toshqin, yer silkinish, bular bari ogohlikdan darak bermish. Gunoh qilib, lekin tavba qilmay qo'ydik. Birodarlar, biz Xudodan qo'rqmay qo'ydik. Qarang, haqiqatan ham ko'p ishlarimiz bor.
Xudo nimadir ekan shu ishni qilsam demaymiz, zo'r pul kelyapti-da endi u. Shu ishni qilib qo'yamiz. Axir Xudo nima deydi degan savol bersangiz kuladi. Nima deyapsiz qora aka? Shuning uchun bir ishni qilishdan oldin o'sha ishning natijasiga Xudo nimadir ekan, payg'ambar rozi bo'larmikin demasak, yutqizamiz. O'zi mana shu ozgina vaqt qoldi. Shunda ham agar o'sha yeb ichish, kiyib minish bilan avara bo'ladigan bo'lsak, ana shu qabrdan boshlab endi nima bo'lsa bo'lamiz. Avvalo mana shu gaplardan hammamizni ibrat oladiganlardan qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va